Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yaxshimisizlar hammalaring? Xo'p, mana shu yerda bir nima sizlarga ko'rsatmoqchi edim, nima ilinmoqchi bo'ldim. Mana shu xo'rozimiz. Mana shu 4 ta makonda kunda yetalab, aqo boradi, baqa olib keladi. Juda ko'niga qaraydi-da. Nima deysizlar, qaranglar mana. Mehmon qilib, ziyofat qilib, gaplashib, olib yurishadi mana kunda. Demak, xo'rozlarimiz yaxshi, original. Yaxshisidan olganmiz, inshaalloh. Xudo xolasa yaxshi nasllar chiqadi bulardan mana. Xo'rozni qarang. Haqiqiy mehribon, vafodor. 4 ta makonni kunda yetilib yuradi. Boshqa xo'rozlarni yaqinlashtirmaydi ham yoniga. Mana sevgi, muhabbat. Bitta o'zi 4 tasini sevib tashyapti. Mana sevgi. Xush kelibsizlar. Qandaysizlar? Yigit, nima gap? Sayl qilib yursizmi? Kelinlarni burada bor. Yaxshi. Qani endi sekin bizdan territoriyalarga o'tinglar. Qo'yilami? Qo'y qoldim. Bir o'zi 4 ta makonga. Maşallah. Ona. Otasiga tortdi bu xo'roz. Otasi 6 tasini yetilib yurardi. Bu 4 ta. Ha, o'rinbosar. Ha, erkak. Bas gazini. Yaxshi ko'psizlar qizlar, sizlar nima qilyapsizlar? Qani sizlar xo'jayinlaring? O'zlari qoldilaringmi? Qaranglar, o'zlarini suzib turinglar u erkaklaringga. Bo'lmasa o'zlaring qolib ketasizlar. Maşallah. Mana kechki sayl bo'lyapti. Ah, xo'rozjon. Mana hali xo'rozimizni otasi mana. 6 ta makondan olib yurishadi ba'zan. Kambat. Hali 4 ta makon yetilib yurgan xo'rozimizni otasi mana shu. Yo'lashni qarang, nimalar deyapti ekan bular? Ha, bu qamoq qo'ygandim-da. Hol-ahvol so'rayapti bu. Senlar. Bular ham juda bir-birini ko'niga qaraydi, oqibat qiladi bular ham.